Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Bugungi dollar va rubl kurslarini ko'rib o'tamiz. 100 dollarimiz 7687 rublni ko'rsatyapti. Bugun 4-fevral tungi soat 3lar atrofi amurskiy vaqti bilan 1000 dollarni ham hisoblab ko'ramiz. Xo'p, 1000 dollarimiz 76874 rublga tushib qoldi. Rossiyadagilar uchun yaxshi xabar, dollar kursi kichkina raqamlarda bo'lsa ham tushishda davom etyapti. Mana grafik bo'yicha ko'rishingiz mumkin. Bu yaxshi holat. Mana shu holatda davom etadigan bo'lsa, ekspertlar xulosasiga ko'ra 76, hozir 76 gacha tushdi. 75 ga, 74 ga ham tushish ehtimoli bor deyishmoqda. Endi esa Rossiyadan turib O'zbekistonga dollar yuborish narxlarini ko'rib o'tamiz. Ko'pchilik bilgan Zolotoy koronada 1000 dollarni hisoblab ko'ryapman. 1000 dollarimiz 80 ming rublga ko'tarilibdi. Zolotoy koronada kichkina raqamlarda bo'lsa ham dollarning narxi qimmatlabdi. Boshqa предложениyalarni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, yana bir предложенияda 1000 dollarni hisoblab ko'rdim. Xo'p, bu yerda 79157 rublni ko'rsatyapti. Zolotoy koronaga nisbatan почти 1000 rubllar arzon. Yana bir предложениyada tekshirib o'tamiz. Bu yerda 1000 dollarimiz 79307 rublni ko'rsatyapti. Rossiyadan turib hozirgi vaqtda 1000 dollar jo'natsangiz 79307 rublga jo'natishingiz mumkin. O'zbekiston so'mini so'raganlar uchun ham 1000 dollarimiz 12.236.000 so'mni ko'rsatyapti. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol, dollar kursi nima bo'ladi, tushishda davom etadimi yoki ko'tarilib ketadimi deganlar uchun yana bir marta grafikni ko'rib o'tamiz. Xo'p, grafikimiz bo'yicha mana Rossiyada dollarning narxi faqatgina qulashda davom etyapti mana 1 yilning ichida. Endi esa O'zbekiston so'mi va dollarni ko'rib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham dollarning narxi qulash. 1 yil davomida dollar juda kichkina raqamlarda ko'tarilgan, ko'proq tushgan. Endi esa savol tug'iladi, bundan buyog'iga nima bo'ladi? Dollar tushadimi yoki ko'tariladimi? Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dollarning kursi O'zbekistonda ham, Rossiyada ham kichkina raqamlarda tushishda davom etadi. Hozirda 100 dollarimiz 1.223.000 so'mni ko'rsatayotgan bo'lsa, 1.200.000 so'mga ham tushib qolishi mumkin. Rublni ko'rib o'tamiz. Xo'p, rublimiz 100 dollarimiz 7687 rublni ko'rsatyapti. 7500-7400 rublga tushib qolish ehtimoli bor. Bular faqat ehtimollardan iborat. Xulosamiz, ekspertlar xulosasi ham shunga o'xshash bo'lyapti. Kimda qandaydir fikrlar bo'lsa, kommentariyada izohlaringizni qoldiring. Birgalikda muhokama qilamiz. Dollar ko'tariladimi yoki tushadimi degan savollarni. Hammaga rahmat. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.